Samaraxon aka, mana shuncha yillar mehnat qildingiz, nima ajoyib o'rnak bo'lsa arzigulik hayot yo'lini bosib o'tdingiz. Aytingchi, agar sizga hayot yana qaytadan berilsa, yana boshqalardan boshlash imkoniyati paydo bo'lsa, qaysi hayot yo'lini tanlagan bo'lardingiz? Albatta shu xalq uchun xizmat qilish. Endi ali hadisda aytilgan. Nima vatanni sevmoq iymondandir. Xudoga ming shukr iymonimiz bor. Shu men Kosonsoyni nihoyatda yaxshi ko'raman. Men sevganim uchun Kosonsoyni obod. Yana niyatim agar bordi-yu taqdir taqosasi bilan shunday imkoniyat yaratilsa, shu Kosonsoyni nihoyatda obod qildirish, bir nechta yana sanatoriya qilsa bo'ladigan imkoniyatlar bor. Hozirgi sanatoriyani kengaytirib, haligi nimalarni niyatim bor edi, shu shaharning o'rtasidagi doiraning tepasida yuradigan kanat yo'li qilmoqchi edim. Shularni qildirib, xalqimizni xursand qilmoqchi edim. Niyatim shunaqa. Endi bu sanatoriya kattalarga bo'lsa, bolalarni dam olishiga imkoniyat yo'q edi. Mana shu yer bir tashlandiq joy edi. Bu yerni eski oti Qo'roq derdi mana shu joyni. Shu joyni biz dam olish zonasiga aylantirdik. Hashar bilan mana havuzni qildirdik. Mana bolalar chumladi, boshqa qiladi. Buni nihoyatda katta shu bolalarga baxtiga yaxshi joy bo'lib qoldi. Bolalarni o'ynash uchun o'yingohlar bor. Sport uchun alohida maydonchalar qilganmiz. Hamma narsani hisobga olib, ana bu tepaga ko'shandagi restoranni qurdirganmiz. Endi zona oddiy yaxshi bo'ldi. Mana kottejlar qildirganmiz, bu yerga kempinglar qildirganmiz. Kelib oilasi bilan dam oladiganlarga ham sharoit bor berdi. Endi gapni qisqasi rayon nihoyatda avjiga, mana qo'shni rayonlarga qaraganda rayon avjiga chiqib ketdi. Bir necha marta bayroqlar oldik. Keyin shu xalqimizning mehnati tufayli meni obro'mga ko'tarilib ketdi. Bir necha marta markaziy komitetga a'zolikka, O'zbekiston SSR Oliy Sovetining deputatligiga saylandim. Keyin borib O'zbekiston SSR Oliy Sovetining raisining bo'g'irligiga saylandim. Prezidentimizning yangi ordenidan oldik. Mana shu orden kishidan shuhrat ordeni oldik. Xudoga ming shukr. Hozir obro'miz yaxshi. Xalqning o'rtasida obro' e'tiborga shukr qilgan millatimga xalqimiz sevadi. Shuning uchun men xalqimizdan roziman. Endi shu Kosonsoyimiz obod bo'lsa, meni niyatim shu. Kim ishlasa ham Kosonsoyni obod qilsa, xalqimizni to'ydirsa, qornini to'ydirsa, shuni niyat qilarman.